Bugun men sizlarni o'zim bilan bir kun olib yuraman. Juda vohlis, tong sahar 11 da turib, chiroyli takoy derskiy luklarni qilib, zavtrak, obed qilmasdan to'g'ri syomkaga bordim. Bugun menda fotosessiya bor edi. Baraka topsin, men bu bola hamma rasmlarimni chotka-motka qilib olib berdilar. Bu rasmlar tayyor bo'lsa, Instagramda ko'rasizlar. Like bosish esingizdan chiqmasin faqat. Fotosessiyalarni tugatib, ko'rasizlar. Mendan xursand odam yo'q. Tayyor bo'lsa, bundan xursand bo'lsam kerak. Keyin to'g'ri keyingi syomkamga yo'l oldim. Bu o'zbekcha takoy kiyinib, ikkinchi syomkani ham tugatib oldik. 2 soatgina uxlab chiqib ketganim uchun rosa charchagandim, uxlab ketdim yo'lda. Ikkinchi syomkadan to'g'ri uyga kelib, reklamalarimni olib, to'g'ri Millionning konsertiga bordim. Konsertga tushganlar bormi? Qalay bo'ldi? Sizlarga yoqdim? Masalan, menga yoqdi. Millionning konsertidan chiqib ovqatlanishga bordim. Ujin, zavtrak, obed hammasi bittada bo'ldi. Kuni bo'yi nima qilish esimdan chiqdi deb rosa o'ylab oxiri topdim. Refresh ichish esimdan chiqibdi. Yangi olmalisi chiqqan, hali ichib ko'rmagandim. Sizlar bu ovozni eshitishinglar kerak. Menga prям yoqdi. Sizlar ham обязательно ichib ko'rishinglar shart. Korzinkalardan, ko'chadagi любой boshqa do'konlardan ham topsanglar bo'ladi. To'g'risini aytsam, menga anorlisi bilan limonlisi ham juda ham yoqadi. Refreshimni ichib, to'g'ri uyga keldimda yana lukimni alishtirib oldim, chunki menda yana keyingi 3-syomka bor edi. 1,5 minutli videoga butun kunimni sig'dirishga harakat qildim. O'zi lekin rostdan ham juda ham ko'p ish qilardim. Paka.